Leopard 5 mashinasi kelgan ekan. Bu mashinani muammosi bor. Ikkitani yurishda sekinroq, yurishda ikkita baloni o'ng tomonga, ikkita orqa baloni chap tomonga qanaqadir bir o'zimga yoqmayapti xullas yurishida, keyin bir lo'qillagan ovoz ham bor dedi. Xullas buni hozir tepaga chiqarib, podyomnikka chiqarib vibrostempda tekshiramiz. Buni muammosi nimaga bunday bo'lishini faqat tekshirishda endi ketib qolaman. Jarayonni prosta tak aytishim mumkin nimadan bo'lishini, lekin jarayonni qo'ya olmayman. Sababi 40 minutdan keyin podyomnik bo'shaydi. Leopard 8 sekundda yuzga chiqsa kerak. Bu bilan bir zikr bilan tortishuvdek eslaringda bo'lsa, bu off-road mashinada zimniy shinalar qo'yilgan. Buni Leopard 8 kelsa, shu zikr bilan tortishimiz kerak. Kelmay ketdi. Ko'pchilik so'rayapti akalar. Leopard 5 bilan qo'yganmiz. Leopard 8 bo'lsa, hali ham agar ko'rib turgan bo'lsanglar, olib kelsanglar zikr bilan qo'yamiz. Lekin Leopard 8 yo'q. Egalari ko'nmayapti tortishga. O'shaning uchun qo'ymayapmiz.